Manchester derbisida yagona yorug' nuqta Abduqodir Husanov. Angliya Premyer Ligasining 22-turidagi Manchester shahri derbisida Manchester City Old Traffordda Manchester Unitedga qarshi maydonga tushib 0-2 hisobda mag'lub bo'ldi. Shaharliklar o'yin davomida o'z uslubini ko'rsatishga harakat qildi. Ammo hal qiluvchi vaziyatlarda raqib ancha tiniq, ancha ochko'z va ancha ishonchli bo'lib chiqdi. Shu bahsda to'liq 90 daqiqa harakat qilgan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov esa ham murabbiylar shtabi, ham muxlislar, ham mutaxassislar ko'zida ishonchni oqlagan maydondagi eng barqaror futbolchilardan biri sifatida ajralib turdi. Qisqasi, o'yin City uchun og'ir kechgan bo'lsa, Husanov uchun bu xarakter ko'rsatilgan derbi bo'ldi. Manchesterliklarning o'yinini tahlil qilgan stmedcompany.com portali ekspertlari har bir futbolchining harakatlariga baho berib, quyidagi xulosalarni keltirgan. Abduqodir Husanov 7,5. Katta farq bilan Manchester Cityning maydondagi eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Husanov bir necha muhim vaziyatda raqibdan to'pni olib qo'ydi. Mebumoning ochiq gol imkoniyatiga to'sib qo'ydi. Katta bosim ostida qolganiga qaramay xotirjam va ishonchli harakat qildi. Mag'lubiyatda uning aybi yo'q. Aksincha, jamoani tutgan kam sonli futbolchilardan biri bo'ldi. Derbi City uchun og'ir o'tdi, lekin Husanov uchun bu bahs katta maydondagi katta imtihon va u imtihondan yomon o'tmadi. Hatto aytsa bo'ladi, jamoa yutilayotgan paytda ham ko'zga tashlanish oson, lekin jamoa qiynalganda o'yinda turib berish, mana shu haqiqiy himoyachi xarakteri.